obunachilar. Bugun yana videomuz Pavlonia haqida. Pavlonia qalamcha undirilgan qalamchalarda ikki jarayonni ko'rsatamiz. Video yoqadigan bo'lsa like va podpiska tugmasini bosish esdan chiqmasin. Bugun yana teplitsamiz ichidamiz. Yana videomuz Pavlonia haqida. Pavlonia qalamchasini ekish haqida. Mana bu asosiy bizga kerak narsa bu Pavlonianing qalamchasining o'zi. Ko'rib turganingizdek mana bu Pavloniyalar mana atbaq joylari nishlab qolgan. Shu nishlagan Pavloniyalarda egamiz bunga bir haftadan oshganda undirishda boshlaganimizga biyagomizga ko'milgan. Mana hozir ko'rib turgan Pavloniyalarimiz mana bular уже tomir chiqarib barg chiqaraman deyapti mana yashil joylari. Bizga asosan biyagomuz, toza biyagomuz, tabiiy va kamroq apilka kerak bo'ladi. Apilka qo'shishimiz sababi apilka namlikni yaxshi ushlaydi. Biyagomuz esa bu tabiiy o'g'it. Tuproq vazifasini bajaradi. Qalamchalarda ekish jarayonini ko'rsatamiz. Kam apilka sepamiz. Narxni yaxshi ushlash uchun. Chuvalchanlar ham bor biyagomizda. Apilka qo'shgan sababi narxni yaxshi ushlaydi. Mana shu holatda ekiladi. Bu esa qalamchamiz. Toza katta bo'lib qolgan qalamcha. Qalamcha juda kattaki, stakanga даже sig'may qoladi. Kamroq suv sepamiz. Yaxshi ushlash uchun. Ko'rib turganingizdek tayyor. Mana tagi teshikroq suv tushib ketish uchun. Yana bittasini ko'rsatamiz. Toza biyagomizga ekilyapti.
Stakanın razmeri 13. Taze ölçemler ham bor. Şu jarayonda ekiladi. Bu taraftan yana qariyb 500 dona ko'chatlarimiz bor. Qalamchalardan M1 navi, FT navi, Shanto navlaridan bor. Yani kimgadir yana kerak bo'ladigan bo'lsa, xohlagancha topib beramiz. Like bosishni unutmang, podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang. Kimgadir yana savol tug'iladigan bo'lsa, kommentariyaga o'z savollaringizni qoldirishingiz mumkin. Rahmat tomosha qilganingiz uchun.